Xayrli shanbalar hammaga. Mana bugungi dam olish kunimizni ham boshlab oldik. Bu esa mening mitti prinscham. Haligacha emaklamaymiz, lekin ilondek sudralamiz. Bola yuzini farishtalar yuvadi degan gap bor edi. Bu ayni haqiqat ekan. Ishonavering. Ertalabki yuz uxudimizni ham unutmadik. Mini prins zavtrakka mikserlangan ovqat yeydi, chunki 9,5 oylikmiz, yarimtagina tishimiz chiqdi xolos. Qolgan tishlardan darak yo'q. Bugun kayfiyatimiz a'lo, ko'z tegmasin. Uyoq bu yoqni yig'ishtirganday bo'lib, uy ishlari bilan ham salgina o'ralashib qo'ydim. Bugun dadamiz ham uydaligi sababli oilaviy havo almashtirishga chiqishni rejalashtirdik. Odatdagidek ob-havoni 20 gradusnikda o'lchab tashxis qo'ydim. Ko'chaga ham chiqib oldik. Yurish sog'lik uchun foydali deb parkka keldik. Bu yerda bizdan boshqalarning hammasi yoshi katta chol va kampir xolalar ekan. Koreyada yoshi kattalar sport bilan zo'r shug'ullanishadi. Bir tomonda tennis, boshqa tomonda golf. Biz yoshligimizda cho'paklar bilan shunga o'xshash o'yinlar o'ynardik. Zo'r davrlar edi. Fotosessiya time. Osmon musaffo, bir pasda quyosh ham kirib ketyapti. Bu degani dam olish kuni tugayapti degani. Bu yerda esa kuchuklar patisi yoki majlisi bo'lyapti shekilli. Keyin prinsimni dadasi uyga ketdik deganda, ujinni o'zi tayyorlashni eshitib, ovqatlantirishga olib keldi. Uyimiz yonida yangi ochilgan changli shashlikka keldik. Shashliklar qo'y go'shtidan ekan. Koreyada birinchi marta bunday shashlikni yeyishim Toshkentda Gangada bor edi. O'sha yerda yeganim bundan ko'ra ancha mazaliroq edi menimcha. Hozir ham bormikan, yo'qmikan bilmayman lekin. Yaxshiyam o'g'limni pechenyesini olgan ekanman. Mini prins shashlikni og'zi bilan yeya olmasa ham ko'zi bilan yeb o'tirdi. Odatda ko'chaga chiqqanimizda injiqlik qilmaydi. Hozir ovqat yeya olmayotganligi uchun g'ingshidi, qo'lma-qo'l qilib o'ynatib ovqatimizni yeb oldik. Dadasi menga ko'rsatmasdan go'sht berib qo'yibdi shekilli, kavshanib o'tirib. Tarixga muhrlash vaqti. Qorin to'ydi, qayg'u ketdi. Endi dam oy. Bye.